Seferde yürgünümüzge şikaydını açtı. 105'i öyleri görüp kesle. Şundak edeceğim. İkin var mı çarçıdan la? Öygü kaytıp bir neç gün demeyle la. Ha, koş. Koş. İşçileri obdan turup atamır la. Hudağa. Silimi obdan tuğalla. Yengem öldü bana mı? Bana. Bu... Yenge, yerini koyup durun. Bakam kaçan, vafatı oldu. Nimi keseri girip de optik ya? Sillik etip bir ay bola bulmayla akıllar yürek kesel bilen ağır bitip kaldı. 7-8 gün gece dua okuttum. İçmegen doğruları kalmadı. Zaten şifa tapanmay. Münezeret koyup ölüp gitti. Ağam, hiç kaçan bundak kesel bilen ağırıp bakmağım. Şundak. Ağam kandak durulan işken. Onu kim yezip belge? Vay. 105'i kaçan kep kalla? Hey, bola kaza, körünüp gelmez, putkulunu sangıltıp degen şu de. Tova, karmamdıgan akıllarının, şunda kılıp silen taşlap ketkin. Doğrunu kayış dükkandan ağam. Doğrularını kim yezip belge? Deyip ne? Bana anam çakırıp gelgendi. Hı? Rost, o güne akıllarına meydisi tuyuksuz kattık ağırıp gitti. Teyip çakırgıl ketip assam, Koңur taş rastısda seyyar kesel gördüğün teyip uçurap kaldı. O teyip keselini görüp, doğru beripli ketip kaldı. Ha? Hey. Şu günlerde bana anam köp yardım kıldı. Bana anam bulmagan bolsa, hoşnalarının kaysı biri karşı attı. Ağamның cesedi
Nereye koyuldu? Yan nahisi de uruk tuqqanlarımız bolmasa, bizge nädigi geldik? İlaç kılanmay. Mehitni öyde 3 gün turguzup, ahiri köyde ettik. Ha? Cesetini kim gözden küçürdü? Murdunu kimle götürüp mağdı? Meşale şeyh. Hacı şu. Ha? Navadi kiçikkina şapsini bildirip koydu sen. Bütün ailen veyran buludu. Manazir. Meni derhal akışıkta yolsuz ver. Hay, alqançılık bu bir neçe kız öyde ağışık nemi kılıdı? Lan, işini aç. Yüz bir şey. Kını, şükür kızla. Öyde meyman bak yende. Başka bir günükili Allah hal soray. Ha? Harhoş. Yüz bir şey, harhoş. Hoş emise. Yüz bir şey, kını, öy kızla. Bu ne madem? Bu Pekir'nin ciyani pat kep durdu. Yüz bir şey, kını, öy kızla. Kını merhamet. Bayıqı, zadı neme adam? Şeminçinin öydeki malay, qalqtı soqtı qilib, jinni baqilgan bir nima? Yani şu Şeminçin. Yüz bir şey, bana merhamet. Kiş otağı, akamның neme vəcidin ölgenligini bilem lekin. Yüz bir şey, azırak tahir kızlar. Mana bu delil ispat. Delil ispat? Pekir bu işinin tafsilatıdan to'liq xabarim yo'q. Birinchi ayning 22 kuni Van Kemper Pekirni meyitni o'zitishib berishga chaqirdi. Shu kuni Qo'ng'irtosh rastisiga ketib borsam, Sheminching cho'ngam to'sib olib, may ichishga zo'rladi. Oqidan u yinidan 10 salik yombini chiqarib, meyitni kepalligicha boshqalarga hech nimani bildirmang deb chekildi. Pekir ilishqa majbur bo'ldi. Meyitni kepalligicha qarsam, quloq to'shiklarda qon uyib qopti. Lavlarda tishning izi turdi. Jasadning zaharlanganligi aniq. Hay. Shu kanda o'zlari yo'q. Davron ko'tagili petmanmay, qo'sig'imning ochlig'ini bahona qilib, uyga inib keldim.
Lekin 3 kundan keyin jasadni köydügidek deb anlab, qabristonliqqa chiqib, mana bu so'ngaklarni chandurmay qo'ynimga tiqib oldi. 105 kep qolsa, topshiraman degan xiyolim bor edi. Qaraslar, mana bu so'ngakning qardab ketganini. Bu zaharlanib o'lganlikning isboti. Ha? Sizlarning isbot uchun suyakni saqlab qolganlarga ming rahmat. Bo'lmasa har qanday qitmu har sunug'li bo'lmaydi. Hay, 105 o'rinlardan tuzda. Mana buningda yil, oy, kun va meyitni uzib chiqqanlarning ismi bituglik. Mening deydiganlarim mana shu. Qog'inni o'zlari tekshirib ko'radi. Şuğunisi bu işning tafsilotidan to'liq xabarim yo'q. Anglashimcha meva sotadigan yunga to'liq biladi ekan. Shu boladan o'zlari surishtirib baqala. Malol ko'ymishlar, unikiga birga borsaq. Bo'ladi. Yunga o'ydimi? Qani kirsizlar. Qani kirsizlar. Ma'zur. Chavata. Chavata. Men xo'ju. Xo'ju kelgan senmi? Sen bilan yana bir kishi boda qildi-ku. Shundoq, Chavata. Yo'lbos o'ltagan palvon 105 birlik keldi. Yungo bilan ko'rishmoqchi ekan. 105 shundoq. U so'ng keldimi? Men. Chavata, sizlarni alayda yo'qlab keldim. Elim bo'lsa kepla. Shundoq. 105 otib olish ikimizning jinini qutqizvaslar. Chavata, nima gaplar bo'lsa 105 ga tortinmay davaslar. Ota. Yunga hozir qayerda? Bir necha kun bo'ldi. Eliqi Shiminching degan nima? Kundi kelib Yungani izlab yuradi. Bechora bola uyga kelanmay har qayalarda mukib yurdi. Ba'zida yerim kechida o'g'irliqcha menga uni buni akilib berib, g'ibada ketib qoldi. Yüzbeşi biraz da hırqsıla. Yunga kelganda yonlarga avatay. Yo'g'isi. Ota. Yungoning men bilan ko'rishishi mushkul ish. U bir joyni ko'rsasin. Men shu yerga boray. Bo'ldi. Ma'qul. Ota. Bu yambini az bo'lsa qabul qilsizlar. Bir necha kun xarajat qilala. Men yana keyin ayrim kelib o'zlarini yo'qlayman. Men yoshinib qoldim. Umrimni az qoldi. Sizlarning aqllarining intiqomini ilib, Shiminchingning adabini berishtirga intizorman. Shu chog'da otib olish ikkimiz qaytadan kunning serig'ini ko'ralaymiz.
Yunga. Yunga. 무슨 다가 무다다가 Dalil isbotlar qani? Akamning bir nechta tal ustuqni bilan buni xatnab keldim. Bu yoqqa keltiring. Xo'sh. Guvochi Choyunga qani? Mana Qanchaga kirding? 15 ga. O'sing, Xo'sh. siz Jamilning yuzbishi turib, qonunni bilmagingiz nemisi? Almisaqdan buyon qotilni tutsang jasadi bilan, zinoxorni tutsang jufti bilan degan gap bor. Siz birinchidan jufti bilan tutanmoqsiz, ikkinchidan kimning zahri berganligini bilmabsiz. Mushu ikki kishining quruq gibiga ishinib, bu qotillik ansini bir taraf qilish bema'nilik bo'lmamdi, ha? Bu Guvochi Choyunga amdil 15 ga kiribdi. O teg'i og'zida sutda ketmagan go'dak bola ekan. Bu yoshdagi bola qandoqmi sotda guvochi bo'la oladi? Mahkamamiz bu anzini dalil isbotlar to'liqlanganda ondan bir taraf qiladi. bu So'roq to'xtatildi. So'roq to'xtatildi. Bu Yüzbeşi, ambalının mundaq o'rinlashtirishida ma'lum g'arizi bor. Zadili bilemedim. Onun g'arizi nemidir? Bilishleri kerakki, Shiminching sizning arz qilganlarini anglab, darhol ambalga ming sayon bo'lsin kutib etdi. O ambaldan bu anzini bir taraf qilishga cho'ngini kichilitib, kichigini yo'q chiqarib etishni talab qildi. Zinaxorlik qilib odam o'ltirgan, jasadni ko'ydirib izini yo'qotgan mushundaq bir zo'r gunoh oldidimi pora yesa. Bu qanday odillik bo'ladi?
Qarindoshlar, bugun akamning 7sini qilmoqchi. Uyimizga berib daxil bo'lgaysizlar. Haba, hop. Buningga ozroq sham nas kerak eb, biznikiga yetkazib berasiz. Ma'qul, bo'ladi. Tanrım, üzən medet, bəgəysən. Kira. Yüzbeşi. Nim bo'ldi? O'zimning toza tavım yo'q. Haras, bugun uyda ish kishim batdi. Boshqa bir kun kiray. Hey. Seni bugün çağırışımızda ma'lum sebep var. Otur. Voy. Voy. O'tir. Kelishiblar. Kulum qo'shnilarning amisi kep bo'ldi. Ishni taqib o'tinglar. Hop. Darvozani taqanglar. Akam hayat vaqtida kulum qo'shnilarning ko'p g'amxo'rligi muyassar bo'ldi. Bugun har birlariga tashakkur bayon qilmoqchi. Qani siz? Ana, may qo'ying. bo'ladi. Xo'sh qani. Xo'sh. Qani. Rahmat. İkinci gap. Akamning o'limi g'alatirak. Bugun men shunimi aniqlog'im bor. Qani, qadahni ko'tarib o'taylik. İçime. İçim. Qani. Xo'sh, qani. Xo'sh qani. Xo'sh. Yüzbeşinin himmetiga rahmat. Pekirning do'konda jiddiy ishim bordi. O'zra so'rayman. O'ldiring, o'ldirmang. Kelgandan keyin ishingiz bo'lsa o'ldiring. Bo'ladi. Ish aniqlangandan keyin qaytasiz. Xo'sh. Xo'shlar. Pekir to'mpay odam bo'lsam-mu, nohaqchilikqa chidab turolmayman. Qarzni hamon qaytarish kerak. Bugun har qaysilari guvochi bo'lib berisizlar. Shunda. Kimki baldur ketaman desa, meni 100 xotir qilmadi deb qolmasin. Ketmaydi ham bo'ldi. Ketmaydi. Kim xat yoza oladi? Siz xat yozalayapsizmi? Mao Hujunchun efendim xatni yaxshi yozdi. Xo efendim, janobingizni avar qildigan bo'ldim. Qani, dasqanni yig'ishtiringlar. Hop. Janoblar, Pekir poytaxtga safarga ketganimda
Ailemizde baxtsizlik yüz beripti. Yengem alıko'ngillik qilib, Shiminching ablah bilan naqibdi. Akamni qashlab o'ltirganini oz deb, jasini ko'ydirib, izini yo'q tuytibdi. Bu ishdan har qaysilarining xabarlari bor. Bugun ularni sizlarning oldinglarda iqror qildirmoqchiman. Har qaysilari haqni ko'zlari bilan ko'rib, guvochi bo'lishadi. Selamı iqror qilish. Kulum qo'shnilarning hammasiga ma'lum. Yenginiz pot xuddi sutdek oq. U hech kim bilan sinaq qilmadi. Shiminching cho'ng'amga to'kmat qilgan bilan keyin uni o'disdan chiqmoq tez. Tuy! Lalma it! O'z vaqtida Shiminching bilan apoqchi baq bo'g'ini ozdab, keyin turmushingga kelsinmi, uning yan bosmoqchimi teqi? Qani, buni so'rab chiqib ketinglar. Xo'p. Yeng, men bilan nima aloqasi bor? Uyinglar paypida ko'p xizmat qilsam, endi men o'g'il qilmoqchi. Mana beri. Acaba seninmi tini vağın bormi? Hı? Yo'q, men iqror qilay. Men iqror qilay. Ağzını yum! Kim seni bu namussuz iflasızlarını sözlepti? Akamni qanday qilib qashlab o'tganligini so'zla. Bir de. Buni uningdan so'raslar. He? Mendan so'ram da. Hey, o'zing Shiminching cho'ng'amni oldida noynaqshib, eskish qilmadingmi? Emdilikda yundini mening beshimga chashmoqchimi? Senden so'rab baqay. Bu da bitap bo'lib yotganda Shiminching bilan oshnadosh bo'linglar desam unimay. Mangulik er xotin bo'lamiz deb turib olgan kim? He? Hey. Bu da qazo qilgandan keyin qayni inim qaytib kelib bilib qolsa, yomilga arz qilishni yonmaydi, jasadni ko'ydirib izini yo'qitib tayli degan kim? Aytqina, bu gaplarni degan zodi kim? Meni şeytan azdırıttı.
Ölünüңiz neme degen ekinişlik? Agah bir günah öldürüldünüz. Han kısasınızını çokum alımen. Zinahor buzuk, taskını kancık. Sen agamni kaslep öldedin. Sana ölümü azla kılıdır. Ben günahkar. Ben günahkar. Hoşnullah, sizlarga köp rahmet. Zinaxorning gunohini Tangrim kechirmaydi. Uning o'limni ozlik qiladi. Har qaysilari boloxonada azroq saqlab turibsizlar. Men hozirlik qilaman. Bo'ldi. Bu trik ispat. Hozir tutib. Hey tava, Şiminçin degen aş şu mu?
Kiminki cho'ng'am degan dal shu. Van Kemper bilen Wusong'ni keltiringlar. Hop.
akısının kısasını eliş için naşayan işlerini kılan yengisi bilen Şiminçinni öldürdü. Bu özünün ma'lum qilgan bo'lsa-mu, kechirim qilish tasbiqonlikdan 40 darra urib, yuziga xat besib, Jiroq Ningju turmisiga yo'llansin. 3 yil qamalsin. Van Kemper oshko'zlik qilib, pora ilib, ayolni eziqtirib zina qildirganligi va zinaxo'r ayolni kushkurtib, eriga zar ishkizib, o'ldirgizib, o'lim hadis qildirganligi uchun darhol o'lim jazosi berilsin.